Vaqt tez o'tib ketyaptimi yo yer shari tez aylanyaptimi? Hamma pul topish dardida sizlarga zo'r bitta biznesga mos joy topib qo'yganman. Yashnobod tumani Muxtor Ashrafiyga kelganmiz. Mana o'sha ko'rayotgan joyinglar sotilyapti. 3 sotixdan iborat, fasadi 10 metr, ichkariga 30 ekan. Hamma kommunikatsiya kelgan, gaz, svet, suv, kanalizatsiya bor. Orientirini aytadigan bo'lsam, Do'stlik metrogacha 1 kilometr ekan. Qaranglar. Bu yerda sotuvni narxini ichiga hamma shu ko'rayotgan biznesinglar sotilyapti. Biznesi bilan, ya'ni gilam yuvish, quritish moslamalari bor. Kirganimizda o'ng qo'limizda ishchilarga bitta xonasi bor ekan. Xo'sh, mana xonani ko'ryapsizlar, remontlar qilib qo'yishgan. O'zini oshxonasi, bu yerda sanuzl joylashgan, bu yerda oshxonamiz joylashgan. Mana shu ko'rayotgan joyinglar polni sotuvda, narxlari zo'r narxda, yer narxida chiqyapti, почти. O'zingizlar bitta hisob-kitob qilib qo'yasizlar.